E? Uygalar tilla pilla yoshib qo'yganmi bu yerga? Bismillahirrohmanirrohim. Voh de. Zo'r ha? Zamoniydan o'rgilay deydik-a. Ko'ryapsizlarmi? Uchachi joyini bunaqa chiroyli qilib tosh bilan akkuratni qilib berganmiz. Ko'pchilik biladi, bizning Tokzor Miramsev jamoasi butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Bu obyektimizga fasadlar natural toshdan, sokinlariga Nurota granitimizdan, yerlariga angrenni kafeldan kesib olib kelib o'rnatib berganmiz. Sizlarga qiziq bo'lsa, hamma qilgan ishlarimni birma-bir tushuntirib o'taman. Bu obyektimiz o'zi aslida sokinlar o'zini qilib bergan kelganmiz, lekin ishimiz yaxshiligini ko'rib, uy egalari fasadimni ham tosh qilib beringlar, juda ham havasim ketgan deb qoldilar. Fasadlarni toshlari bilan o'zimiz olib kelib, har bitta detallarni uy egalarining talablariga binoan chiroyli qilib tugatib berdik. Bu qilib bergan tumbamiz ham ko'pchilik e'tiborini tortadi. Chunki bu tumbamizga eniga ham, bo'yiga ham umuman stig yo'q. Toshni kichkina kesmasdan butun toshni basharasini o'ziga pastga ochib, ajoyib ko'rinishga keltirib berganmiz. 2025-yil, 2026-yilga mana shu ko'rinishdagi pol juda ham trend bo'ldi. Bu fayzli xonadonimizda fasadini, sokinini, yerlarini tugatishimiz uchun bizlarda 3 oy vaqt yetarli bo'lib, shu kabi sifatli xizmatlar bo'yicha Tokzor Miramsev nomerlarini qoldiraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.